Ayting, tez-tez qizingiz kelsin. Qizim kelishi shart emas. Shundoq ham ketaveraman. Bo'lmasa keting tez-tez. Shundoq ham chiqib ketaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Siz boravering. Charchamadingizmi? Yaxshi keldingizmi? Choy poy damlayman. Kiyimlaringizni alishtirib chiqing. Bu nima muomala? Shu ayolni deb o'zi uyimizda tinchlik yo'qolyapti. Bu ayolni deb emas. Uyimizda tinchlik yo'qolishiga sen sababchisan. Men nima qildim? Nima aybim bor, nima qildim? Buni nima aybi bor? Qayoqqa borsin? Hech kim yo'ligini bilasan. Farzandlari yonida emas. Rahmatli jiyanim xotini bo'lsa, beva. Nima? Sen o'zingni mana shu ahvolga tushgan payting esingdan chiqdimi? O'zing qancha qiynalgansan? Bu ayolni hech kim tushunmasa ham sen tushunishing kerak-ku. Chunki seni boshingdan shu narsalar o'tgan. Esingdan chiqib qoldimi? Nima, mol dunyo ko'zingni ko'r qilib qo'ydimi? Esingdan chiqarma. Mol dunyo o'tkinchi. Bir deganda Xudo olib qo'yishi mumkin. Uzr dadasi, boshqa qaytarilmaydi.